elektron uskunalari cheklash shirkati alohida qo'llagan. Küldür küldür elni güldüren. Çoğun tutkin Mercedes. Mercedes? Ha? Vay sen keçip ketken bilen başına ala bir yer tutsa. 19.600 degan pulni men to'layman şimdi ama. Orta o'ylab shundami? Vay, ma'qul. Jiq o'ylama ha? Jiq o'ylayotgansan sen. Ya Mercedes'ga 20 ming koysam sen ama eski DAS'ga 40 ming koya alasın. Qanday bir davan berib bir taqsam poloya filan. Çoğun ustam. Modegerin Abdul'unu işlep görüyor. Maşinanızda işinin. Maşinanız özü. Molligirin Küldür programımızın aiti yuqur kayfiyat davamlashatıdı. Onda olsa qizg'in alqishlarimiz bilan Sayyari Idot gruppasidagi aktyorlarni sahneye taklif qilamiz. Marhamat. İlyas! Vay nimiz kıvatsa! Vay kaç bulan baba yama yıkıp yama. Vay eski zamanlar. Bu ne var? Fokum çıktıydı. Vay, git. Vay. Aldırmaz mı? Mayına bir şey. Vay. Bayaklar sor. Vay. Of. Müzik oğam bile yama yıkını bir bu. Adam. Ma saxtı ha. Sakto. Vay nefsi bak gel. Aylanıp ketken okşaydı. Yelik çoğuşlup kala. Bunda olgan bolsa meyle. Men de ensirimcima. Hem yaxşı. Vay. Senden o paket ensirmiden ben. Ben maşinamdan ensir atmadım. Micip şapakta yakıp koyup aldığını. Ojo, ma balını. Bu maşında ne meseleyse? Ya maşın degeni suğurt döyle demez mi? Suğurt öyleydi ha. Ha? Biz nemiş kırılman kaldı? Suğurt dağılmadık da. Ojo. Tükeştik mi ya? Tamam da. Aras. Eğer o severlik karşı tarafta ötken olsa, manın suğurt sağlamam da. Severlik mağın ötken bolsa. Ha? Manınki mağmaz. Ha? Hem akıl. Ma yolunun süret çekilmiş kaçtı? Atma. Biz kaçtı mağdık? Ojo. Yine tükeştik. Adette katnaş kuralları kaysı sıraktımağız yaxşı. Doğru oldu he? Güzel. Biz kaysı sıraktımağdık? Güzel. Ojo. Pek tükşep kettik. Demek biz Kızılçırağını büsep öttük. Çektim aşırıp yedik şuna ama. Kanada yakıp durdu. Onun üstüne bir kat tuğan maşını gom sokap oya ketkizip ettik. Diginin o toğra... Karşı taraftan maşınız kanda maşınken köydün mü? En töven boğandı mı 500 mangdan başlandığa. Çoğun tutkin Mercedes. Mercedes? He? Oo. 500 mang bacıma 500 mang. 500 mi? He? Amca, bu şu... Aş 500 bin koyduk aş maşınını üzerine kadar tölep olasın. Sen uval oldu de, bak iştik edip ettin maşını. Hey! Bak gap sözüңді bir atal, әріптің çıpqağın iskin bağ tapsa? Qanday Arap? Köplük qo'shimchisinin çıpqağın iskin bağ tapsa? Yo'q. Men sana deb qo'yay. Ma boshqa beshingni ishingni qilvasan mayli, lekin ma ishda ikkalan tang mas'ul olamiz. Uye, qiziq gap qilding sen. Ya maşını ya meydimsen. Sen aydimidan? Ha? Sen qo'y, aydimadan. Lekin voy men aldiraydim, dassa, bek ostayda etgansa, dassa degandim kim o? Ne? Ha, onun dikin, ma to'rt chiqiz, yangi yasiga yo'l, qatnash qurolni bu, odammi oz. Busab o'tiyva qizilchiroqni degandim kim o? Ne? Qanday demak mas'uliyat bormikan, yo'qmikan? Vay, mushujlar qilib ketamsan deyman. Tang chiqirmizmi deb Ya qo'yay. bo'ldi, ishkimiz hozir talashdan chiqinmay. Voy, ma ishni hal qildim, ma saqmo ya qanday bo'ldi ma bu? Voy, dedim qilib saqqa bor, hal qillar, qanday hal qillar? Amal topili, amal. Toplar, tang topimiz amalimiz, tang. Ey, xotin bilsa, qopib turgan bo'ldi mashina. Ma diqqatimni buzma. Qo'yib kelma. Amal topdim. Olim. Ma'qul. Nima amal topding? Hey! Topgan amalni qitishma! Va adam emas, to'xta! Qishib ketamiz kisi. Jing döt. Kalısın topak bitib demelik. Vay sen qishib ketgan bilan mashinalar bir yer tursa.
Bir optan ketib olsam, baka kelib go'mu so'qa mashinamni o yo'lni ichiga chiqaryapti. Ist mashinam. Mas'uliyat qo'y bu ikkisi bo'lmasa. Lekin aroq ichib qo'ygan shu odam menda. Chiqirib kichib olgandim. Eli qatnashaqchisi kelib bu ishni hal qilib desa, yana butun mas'uliyat mening zimmamga yuklandi. Bu amal topsam bo'ldi men. Ha! Amal baki. Harakat qilib, qon aylanishini tezlashtirib, aroqning ta'sirini yo'qitib, puruqini yo'qitib, havoga yeb kelay. Shida harakat qilay. Harakat qilay. To'g'ri. Bir yugurib kelay men. Ya to'xtatma. Ya qo'g'lama. Ya men qo'g'lama. Ben sizni qo'g'lama. To'xta. Ey! Ya to'xta. Yerim kelma. Qaçma. Ya men nasıl qaçdım? Hozir nima ish qildim? Ey, amal topib ketdim-ku. Voy, nima amal topding nima? Bekla. Ey. Mana G'ushni ketib yotdi-ku mana. Ha. Biz tikki do'kon barimizligina. 250 dan birini kelamiz. Mana qilib 200 tutimiz qara. Sotirib soqchilar kelsa, mana aroq ichish mashina degan bo'ldi. Mas'uliyatimiz mana otil degan gap. Qanda? Bo'lmamdi-ku, mayli. Nasıl bo'ladi-ku? Voy, menga aroqqa kelib. Qamlashdi. Oldik. Uşunuz kapsiz-a? Ha, qaytib keldinglarmi? Qaytib keldim. Ha, yaxshi. Badan chiniqtirib o'tibsiz-a? Ha, shunda havo yaxshiga qarsam shunga birdan badan chiniqtirib qanday bilichini qanday? Havo shunda yaxshiga ko'p. Biz havo yesak bo'ldi. Havo yeylar biz atga chiniq bo'lib kelamiz. Ha, unda sizlar havo yeyib olmayman chiniqayveray, ha? Ha, ma'qul. Qanday qilamiz-da? Qanday qilamiz shu? Aroqni qanday ish emas? Kallangning dardi bormi ya? Ya o'sha gap bo'lganda aroqni qanday ish kutsa? Ish kutib olmamda. So'ram. Omal tepe, unda o sebebe pepe qilmay. Munda qildi. Bir savallik bizda bo'lgan-ku. Amalda ma bo'ldi. Azroq pul to'lab mashina qilgan ishni qil. Mana bu Unda boshqa amal yo'q. Uyga berib mashq qilgan bo'lsangiz. Uyingizga berib. Ma'qul. Bunda gap rost haqiqatan savallik bizda. Biz sizni so'qib qo'ydik emasmi? Uning ustiga men mashinada ying'agan. Sug'urt setib oldi deb mangatdik. Sug'urt setib olishga ulgurmay turib, maash kelib chiqdi. Baribir qatnashsaqsin chaqasaqmi, biz naq pul to'laydigan ish shundami? Biz olamiz. Shunga o'zaro deyishib olsak qilala. O'zaro deyishibdik? Ha, o'zaro deyishimiz o'zaro. Saqchiq ma'lum qilmaysizlar? Qilmaymiz. Bayni? Unda olsa deme. Endi men to'p ketib olsam sizlar bekardan kelib go'mi so'q mening mashinamni o yo'lni ichiga chiqarib yotdinglar emasmi? Shunga bal jiqma emas. 20 mingdan beralar bal shunga tugsin bash. 20 ming? Ha. 20 ming deb jiq deb qo'ydimi ya? Qildingmi dard bormi ya? Oz deb qo'ydi. Sotirib saqchgas to'lasamga bir avj ming qo'y. Tamam. Nech pul dedingiz? 20 ming dedingiz-a? 20 ming. Ha, 20 ming. Inoq o'zgarmaydi. O'zgarmaydi? Inoq. Ana olsa kelishib oldi. Kelishib qaysi? Hozir pulni olamiz. Ma'qul. Pulni ikkalan 10 ming sen 10 ming ben chiqirdim. Va xotirjam bo'lar, ishimiz elog'ini menga topam do'stim. O'tgan jiq pul silolmabdi menda. Men senga hisoblab beray-a. Ha. Tuta mash kuzku. Mash kuzku qara. Qizil chiroqdan bo'sab o'tib ketadi kesh kuzku. Mash kuzku. Bir mag'bi yenigroq desibda degan ish kuzku. Xudoy. Mava azlab qoldi. Ya ishlab olsa tilfil emas. Ma o'zi o'rdan bal ekan. Charaqli ishon. Men ketaveradi-sha. Ma qilamsan. To'xtaqda. Demak, 19600 ga degan pulni men to'layman shundami? Mashinani men aydidim. Men yolg'iz so'qdim shundami? Shu sen to'lasan shu. Ha. Bekle. Ha? Nega qila? Ha? Nega qila? Voy, shundami? Shunda qo'y. Shundami? Shunda. Shundami? Voy, shunda. Obda o'yla shundami? Shundami? Voy, ma'qul. Voy, jiq qatanga. Voy, ishimiz to'laymiz, ishimizga ulog'ingda. Voy, tishga. Telefondan beram, dasi xotinim telefonga jiq pul sanmabdi men. Bizanki bo'lmabsa. Mening telefon tok yo'q. Voy, telefonim o'chib ketibdi. Telefonimni o'nglab saqlamagan. Hey. Nima o'sha? Men meniki durunglar bo'ldi. Gash bilanlar gash. Ma'qul.
Bura baca. Ayağına bura. Xotinimning nomeri, xotinimning nomeri qanchada? Ne bilmem ben. Sen eğer üzerinin xotunun telefon numarını tapamıyorsan, çıkkana əlaqin olğan diken, sen xotunun telefon kısan, senin xotunun dep koş, tükümüdü mü? Benim xotum bura. Benim xotum numara basa. Senin xotin Basa. Numara. 131 50 45 12 45. Ha, jib turma telefonini atadi. Ya toqtuq ne? Ha, jib turma telefon. Voy toqtuq ne? Voy, men telefonni ammasini da qildim, jib tura. Ya toqtuq ne? Ben degan gapim var. Acab kazandı ötmeden meniki. Ne qandaqsiga? Meni xotinimning numarasi eson çok tutib olsa. Bu gap ne? Sen nimani o'ylab ketding? Ha? İlyas, bu Allah'illa oturuşu var o. Bu işenç, hammadan muhim. Unda jiq o'ylama, ha? Ha. Qaytib bakay telefonni. Ya toqtuq ne? Ya xotin mening. Ha? Bu qandaqsiga meni xotinimning numarasi eson sen chung tutib olib, sen nemish o'zingning xotinimning numarasi eson chung tutib olmaysan? Sen masala bor senda. Men masalama? Ha? Ey, esingda chiqib qoldimi? Magakla? Acab açıqın qildi. Uyan qo'yma va haqni oldida. Ey, Ha? bu sening ayoling, bizning olda, bizning qoroda shirchida ishlaydi emasmi? Naq bizning binoga mas'ul. Nima ishlab qolsa, masalan, uydagi suv yiqib ketsa, turib buzilib qolsa, ayolingga telefon qilib emasmi? Mening ayolim bilan men sening ayolingning nomerini bek aniq bilamiz emasmi? Yotqa. Ocho. Ey, mening ayolim mesela sizlarninki shu mailda ishlaydi, ha? Men buni bilmay qoldim sana. Biz davra bo'ldi. Men seni xato ayblab qo'yapman. Nima deb qo'yim? Bash tikkaniki ayrim deyishmiz. Barib ketib boraman. Lekin og'inam deb bilsam. Qarang. Ma telefonimni olmadi. Uning ustiga Ha, bo'ldi. Pul silvamabdi ekanmi? Balde. Ben düşendim. İşkilmişat bir bilen pichirlashgan bo'lib, bir bilen deyishgan bo'lib, bir qalayib qanchiqlarni paydo qilib, telemanmoqchi shunda ama. Unda emas. Hey, ishkilni uchirtib, menimi nasvasti bor-ku. Hey, men ying'aga mashinta avo, bekadi tut ketibsam, kep go'mizok yo'lni ochib chiqirib o'tding. Mashinam qarab bo'lib ketganiga. Hey, bugun kayfiyatim shunday yaxshi. O buruk savdoshlar bilan ko'rishib, o'tgan go'zal aslilarni eslab, shunda payz parang'ilishib o'tag'an. Ayolim ishdan tushib telefon qilibdi-ki, ish ko'rimki, ishga men yana ketib qoldim. Bir otda ketibsam, kep go'mizok yo'lni ochib chiqirib tursam, endi 20 ming berish taslimatda. To'xtang. Nima dedingiz hozir? 20 ming berish tashkilotida dedim. Yo'q. Ana oldi nimani ichib be? Aroq ichibsiz, ha? Cho'qim aroq ichdi. Cho'qim aroq ichdi. Aroq ichdi. Shunda? Ishmidingiz? Ya. Ras. Ha? Anda olsa biz tekshirib aniqlab boqamiz. Purapaqli. Ha, yiningizga berib birini purib olsam, ma'qul demsiz? Mayli? Rasmi ya? Ha? Anda rasmi tilmang, ha? Ha? Midilmang? Müdürlüğümü deyim? Midilmang? Müdürlüğümü deyim? Mana? Ana kumağı deyim. Ya boldu. Sigirim ağır git. Boldu. Hey baba bir dakika. Bak sigirim ağrıydı onda kol çiğne satma. Nim kılamayayım da berdaş veremeyim. Hemen itiraf kılmaya arak işken. İşkürüm kıl işken. O jigir ağrıydıkken bomba olsa nima şey vakit aroq? Demek, aroq ichdingiz. Sha. Mashilni qanday bir taraf qilmas? Ha maqli. Boldi 20 ming qo'ydim olmay. Sizlar o'zinglarga, mening o'zimni o'zim bo'lib kelsin qanda. Ya, anini bo'lmaydi. Aningda biz gaplanmaymiz. Endi bizga pul to'lang. Sha. Bir? Hey sizlar meni so'qib yo'ldan chetiga chiqarayotgan bo'lsalar, men sizlarga pul to'laymanmi? Ha? Siz aroq ichdingizda, endi soqchi kelib qolsa butun masala sizda bo'ldi. Shunday men puravni jisdiga chiqamka? 5 yilga chalanmaydi. Maqli. Aroq ichgan savallik men doğandan keyin, oshini sizlarga deb solgan savallik men doğandan keyin. Sizlar deb qilgan nas qanday qilaylik, qancha pul olasizlar? 40 ming bering. Hey, men Mercedesga 20 ming qo'ysam, sizlar men eski dasqa 40 ming qo'ya olasizlar? Mana? Hey, gap so'zimiz diqqat qilib qo'yilma deb qo'yay. Eski das emas, ying'agan mashinam bu. Oldigan. Ha? Bunda gap kenda taqa. 40 ming qo'yni. 40 mingni. Endi bunda gap. 40 ming amine men olmayman. Shu. Men 20 ming olaman. Men 20 ming olaman. Jami 40 ming. To'xta.
To'xta. Saqchiga ma'lum qildigan telefon bormi? Bormi? Yo'q. Ha, telefon hozir mendalam bor. Demak, men aroqning ta'sirini yo'qitib, puraqni yo'qitib, undan keyin saqchiga ma'lum qilsam, yana butun mas'uliyat ishqonlarga yuklanadi. To'g'ri. Ha, unda bo'lgandan keyin men bu gap tushunmaydigan odam emas. Taqillik qilib. Kim bu 13:45 deb? Ha, o'sh. Sizlar xotman. Ya, abay biz telefon urgan emasmi? Qaytaga o'xshaydi. Men gap qilay. Bular gash ilib, men pulni al qilman bilan. Eliveriye. Embesli vaqt telefon qilgan. İlivre bo'ldi. Vay. Vay, İlyas mı? Ha, men şu. İlyas. Ha, anlamadınız mı? Hey İlyas alımcan yenіңізді ма? Ha, yenimdi ba. Vay, hey alımcan dep qo'ygan yenіңізді bolsa, ayolning qo'sq ag'rib hozir doktorxonaga mangdi. Darhol doktorxonaga borsin. Ha. Anladınız mı? Maqul. Vay. Vay. Anladınız mı deyman? Vay, ben anladım. Siz anlamadınız mı? Vay. Ya bu telefon anlanmaydı mı? Akila, birotdan telefonni. Ve bekle. Ha? Pul akılgan oldu mu? Oy, bana ya pulun gibi qilmadi. Yengam mening xotinim telefon qilgan o'xshaydi degna. Ha. Shu qo'z qilbak og'rib ketibdi. Olimjon telefon qilsam olmadi. Shu doktorxonaga borsam bo'ldi. Ne dedi deb shu seni izlab chiqayotgan o'xshaydi. Abla, meni xotinimning mi? Ha? Qo'shiq ag'rib tutdimi? Ha? Abla, mana bo'ydi vat emasmi? Shikaylik qo'ygan, men qila qilaman. O'zim nima deb ya? Sen deb chiqsam, men xotinim bo'ydi qolsa, bu qildiq kelam ama. Adaş, bunda qarang. Ayolimning bo'ydi qolgan, shikaylik bo'lgan. Bak qo'shiq ag'rib ketibdi. Jiddiy doktorga apamsam qat'iy bo'lmaydi. Mana shuni bir taraf qilib bo'lmasa, balam da ayriliq qildi, chiqdi. Ma'quldan sizni o'tib qolay. Voy. Ya bu puldagi masala emas bu. Men ishqilani pozitsiyasiga masala bu. Abay pozitsiyalarimni qattiq ranjitmayman deb qo'y. Ya Raskabni qilsam, abay pulni o'ylab Rasbek oshko'zlik qilib qopdiq. Xapaman. Ma alog'ini ish kelan. Sizdan rasmiy kechirim so'raylik. Xapaman. Balamdan ayrılib qolmay, qo'shib bu ishkaylik vaqt bek nozik vaqt emasmi? Ma'qul. Undan bunda qilay. Hammamiz o'zimizdan o'zimiz mas'ul bo'laylik. Sen doktorxonaga bora bo'ldi. Menga yuramda. Ha, mushundan tugsin bu ish. Mushtal tugamda? Qanday bir davam berib bir taqsim pul o'yib kelamda. Ya, unda emas. Men nomerni kirgizam, biz mehmon qilamiz. Bir ustal mehmon qilamiz. Darhol kirgizam. Bir mehmon qilishi vallahi. Mehmon qilibdilar. Alımcan. Voy, xotin siz kelibsizga? Ben hozir sizni izlab boray deb turgan. Voy, Siz hiç bulmagan. voy, mana hech sho'mi, sana hech sho'mi deyapti. Sana hech sho'mi. Menga xotin bo'ldi. Ketamiz. Ay, mashina ish chaqirib yurayotgansiz, xotin. Bo'ldi, ey. Maqran. Bu mashina degan, robotxon qapasak o'ngshildi. Maqulda gapimni anglang. Voy, yig'lama. Voy. Takkuk. Voy, xotin. Yig'lab ketdi. Olim. Ben bu maşının içi yaxshiroq qarab baqa. Voy, nima qaraydaman? Nimaga men balamdan sira olsa? Voy, xotin, abolni gach ko'rsat. Olim! Ha? Men maşının içi yaxshiroq qarab baqaman. Tez bulunlar, tez. Akıllar, ayardan ekranla bulunlar. Akıllar. Vay şimdi akıllar diye. Tez bulunlar, tez. Bulunlar mı ya, kilonlar mı ya diye bir ceset var ya bulunlar. Hürmetli radyo anlıqçılar, anlavatmanlar qatnaş radyo. Bulunlar tez. Bugün 3 saat 2'de 2 maşina ömür yolu etrafında qatnaş hadisi paydo bo'ldi. Bu vaqada 3 odam o'lgan. Tekshirib aniqlanishicha, bir mashinadagi shofer aroq ichib mashina haydagan. Yana bir mashinadagi shofer suratni chakdan oshirib haydagan. Ham qizil chiroqni bosib o'tgan. Kam shofer do'stlarim qatnash bexatarlik qoidalariga rioya qilib, bexatar mashina haydashini umid qilamiz. Nimishqa? Ha? Nimishqa mashinaga o'tirib aroq ichsa? Nimishqa aroq ichib mashina haydasa? Nimishqa? Men texi 2 kilo kishganga yishdim bo'lmaydi deb o'ylabdim men. Sen-chi? Nimishqa chekni oshirib mashina haydaysa? Nimishqa qizil chiroqni pismitsa? Men texi bir haqiqatda yishdim bo'lmaydi debdim men.
Programmamızga hoş geldinglar. Albatta bizning barliq ko'rurmanlarimiz sizlarni tanıydı. Sizlar izchilmish Küldür programmamızga nihoyat puxta tayyorlik bilan qatnashib kelyapsizlar. Shunchalik beyaram bo'ldim. Nihoyat bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bir to'mirni aytyapsizlar. Mayli o'rinlash jihatdan bo'lsin, mayli butun itotning qurilmasi har qaysi jihatdan bo'lsin. Nihoyat mukammal bo'libdi. Rahmat insonlarim. Demisimi shu aroq ichib mashina haydayotgan, piyodalar yo'lni besib o'tib ketayotgan, shu sababdan kelib chiqayotgan qatnash vaqalarimiz intayin ko'p bo'lyapti. Rahmat, nihoyat bir mo'l mazmunli tarbiya ahamiyatga ega itot akapsizlar. Sizlar har vaqt shunchalik puxta tayyorlik bilan programmamizga nihoyat hurmat bilan muomala qilyapsizlar-ku. Bu o'yinlardan biz intayin xushal. Albatta bizning baholag'uvchi ustozlar bizningmi yurak so'zlari bor. Men bek yaxshi ko'rdim itotni. Saviyani yuqori ko'tarib bag'ansiri ishlayapsizlar. Ma itotnimi sapa sifatlari burunqi itotnimi yaxshiroq. Balalarning o'rinlashtirish tarafdagi texnikalarda gap yo'q. Shuncha astoydil, shuncha inchga ishki kechirmadan sirtqi ifodagacha hamma narsa to'liq ma balla biladi bu gaplarni, kasbiy gaplar. Endi men faqat bak ta'sirlandim, vijdonim g'ushildab ketdi. Hozir butun davlatni qonun bo'yicha idora qilish shundami? Axloq, qonun, nizomlar bo'yicha ish ko'rish, odamlar shu tashviqot bo'layotgan vaqtda bu asar yaxshi o'tirg'a chiqqan bir narsa, lekin ish kichik narsa. Bu masalan kasbdan sirtqi odamlar bunga diqqat qilmaydi, jo'g'ayib deb qilishimiz mumkin. Lekin sizlarning narsalarini bular bu kasbiy artistlarning narsasini ko'radigan kasbiy odamlar ko'proq bo'ldi. Hergiz unda uşaq halqını taşıyatmanlar, çataqçı. Bo'ldi, rahmat. Lekin sizlarning har qitimliq Küldür sayınsiz akaga aytotlaringlarda har qitimda o'ziga xos bir tanqidiy fikr, bir xulosa, bir mazmun bor edi. Nihoyat yaxshi o'ynayapsizlar, izchil yaxshi o'ynab kelyapsizlar. Men bak xo'sh bo'laman sizlarni har qitim ko'rgan vaqtida. Rahmat, programmamizni yana bir qitim berganinglardan xo'sh bo'ldim. Men sizlarga yeshilchiroq haqiqat aytdim. Rahmat. Rahmat. Sayyari itot gruppasi Alimjonning yetakchiligida shundoq yaxshi meng'atydi. Sizlarning mush teatrga bo'lgan ishtiyoqinglar, mush kasb bo'lgan bir xil muhabbatinglardan bek ta'sirlanaman. Boy ustozlar degandek, shu inchik halqalarga diqqat qilgan bo'lsak, masalan, eng oddiy bir kichik bir menga ta'sir qilgan nima desa, mau qiz yugurib kelganda siz bilan faqat aloqasi yo'q, mashinaga o'zini aytish kerak, sizlar tutsoq tutolmagancha, ashta kinolar bor, masalan, shu narsalarga diqqat qilgan bo'lsanglar, lekin biz deb ash vaqtida nima doktorlar chiqishdan burunmichu Huy deb ashtan biza his qilatdik. Ashta inchkaliklarga texim diqqat qilsanglar, texim yaxshi bo'ldi. Sizlarni yana davomli ko'rib turishni arzu qilamiz. Jabat atdinglar, rahmat. Rahmat. Men sizlarga avval chiroq yoqayapman. Bu asar kimningki? Bu asarnimi oldingi asarimizga o'xshash o'zlashtirgan asar. Bu Xalloy Shujurninki 6-bo'limida Suyjija qatorliq artistlarning o'rinlagan asarkan to'q. Shuni ko'riblam, buni shu o'z bitda akilib, azroq bir o'zlashtirib, ammo mazmuni bek yaxshi bo'lgan ekan, hozirgi qatnash qonuni bo'yicha bek chong tutayotgan bo'lg'achqa, yaxshi bir tashviqot bo'ldi ekan deb bo'ldi. Mushuni bir sinab baqilay deb shuningga. Vaqa men burunqisini ko'rmagan. Men hozir o'zim o'yildim-chu, kimningki ssenariyist bitgan narsa bu bilmoqchi so'radim. Bu aslisidimi mushtaq bir qatnash hodisasi, mushtaq bir voqealikka. Mushtaq bir voqealikka. Boshqacha bir o'zgartib qilishga toza ko'nglim yo'l qo'ymadi, chunki bek her bir qitim ko'rsam bir ta'sirlantirib boshqa bir bayajon bo'lg'achqa bo'ldi. Mushtaqlam uyg'urcha holatda bir o'ynayli. Bu mening qurilmasining o'zida intayin bir xil gauji deymiz. Bu sehriy realizm deymiz adabiyotda. Odamning cho'ngmingizga intayin ig'ir ta'sir qildi oxirchi. O'tirib qoldim men shunda bir ish nima bo'ldi bu deb. Hatta shunday ham demak bu tashviqotning ham demak yuqori bir mush qatnash qoidasiga rioya qilishning naqadar muhimligi bo'lmasa mushundaq bir ig'ir oqibatning kelib chiqishini shundaq voyaga yetkazib o'rinlangan asarga aslam yaxshi o'rinlabsizlar. Yuqori degan ustozlar degan masalalarni obdan hal qilib, menimcha buni obdan bir tashviqot qilgan
Nəsga endi. Yaxşı oynapsizlar, sizlar hozir intayin ko'z ko'rinyapsizlar vallah. Açıq əsərlərinizlər birdən birisi yaxşı. Hem de mushundaq bir əsərni yaxşı görüb, tonuşunglarning o'zimi sizlarning saviyalaringizda. Aşının seviye. Vakillik qiladi. Ha. Mushundaq əsərni yana ko'plab akilinglar. Buldu. Bahalıqçı ustazlarımızdan qimmatli təklif fikirlərini aldыңlar. Əlbəttə sizlərə qoyulduğan tələb, sizlər muş kəsbdə oxuğan, həm muş kəsbə nisbətən intayın bir qızğınlığınlar var. Şunun üçün sizlərə qoyulduğan tələb intayın qattiq bo'ladi. Rəhmət sizlərə əlbəttə bizim karxançılarımızdan mı ən esil soğatları var. Programımızın tacdarlığını alğan Moldigirin silahlaşmayları. Sizlərə şu Karvan Məbləğçilik şirkəti namıdan Moldigirin Abdullar bilan maşınlarını asrash lazımlıqni yana bir qaytam sizlarga so'ratdim. Rahmat. Men Şinjan Sakkar O'jazlik cheklik shirkati nomidan sizlarga har biringlarga mengandan o'jazligimizning e'tibor kartasini bersam, Urumchi Xolim bozordagi Sakkar O'jazlik sarayida ishlasanglar bo'ldi. Rahmat. Ben bu senem şirketimizin süpetlik, çaş sopun, çaş asraş məhlimi ve çaş buyaqlarımızdan, her xil mallarımızdan bir yürüyüş soğat qıbıla yemenlağa bir yürüyüşten qıbıl qıgaysılar. Rahmat. Şu VGV maşının setiş şirketinin namıdan sizlerge maşını berishga eplik bo'lgan sandıqdan dötünler burada sonuqlar ya. Rahmat. Ben sizlerge Şinjan Çindil şirketimiz bazarga salgan, yürek mığının şifası bolgan, qalb göri işimlikiden her biringlarga soğat qılay, ko'nglimni qabul qilsanglar. Ben sizlerge Şinjan Qo'shtiruv yuvish buyumlari cheklik shirkati ishlab chiqargan Shuang Fulo markasidagi kir yuvish, qoch yuvish mahsulotlaridan bir yuvish hadiya qilay, qabul qilsanglar, yoqtirib iste'mol qilishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Şinjan Bergi Biopan Texnik Çeklik şirketimizdeki barlıq xadimlar namıdan səhna hayatınlarının texmi molusulluq bolışını, texmi zəfər qutuşunlarını çin könglimizdən tiləyimiz. Sizlərə otuqlar yer bolsun. Əlbəttə bizim şirketimizin sizlərə köngül soğusu var. Yəni şirketimiz Fairlaz markasında işləb çıxırıb bazarga salayotgan mahsulotlardan hər biringlarga ishga yurishdan sovg'at qilsam, ham yana yoqtirsanglar oiladiklar bilan tang bahramon bo'lsanglar uchun hər biringlarga 500 yuandan iste'mol kartasi sovg'at qilsam, topshirib bergaysizlar. Ben Çoğun Ustam Yemek Pişmek Çek şirketinin namıdan sayahat yürüyüşlükten bir yürüyüşten soğuk kılsam, soğuğamını kopul kılsanlar, sayahatı çıkan vaxtıda şu ot yok yardımı kaynaydıgan Hogo, Nyango, Gengo mifallarımız var. Şuna vaxtı yeşki bek maskıldı, gayet kasınlı japalık hizmette Iraklı bop kalsılar, şu vaxtıda istemal kılsanlar. İçiden 600'lük çıkıp kalsa, aldın kıtımı şirketin naklaştırıp aldın mı? Çıkıp kalsa, şirketin naklaştırıp alsan buldu. Rahmat. Yaxshimsizlar? Sizlarga bu Nazifa şirketimizning nomidan Nazifa yurishlik qatimizni sovg'at qilsak, yaxshi ko'rib ishlatishinglarni umid qilmay, jafo chekdinglar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Efrana girimchiligi nomidan sizlarni har biringlarga shu bir yurishdan, rangli kirimlardan, ayollar o'rtaq ishlatishga bo'ladigan terasrash mahsulotlardan sovg'at qilsam, o'g'il mayirlar endi o'zinglar ishlatmay qolib qolsanglar, uydagi go'zal ayolinglarga sovg'at qilsanglar bo'ldi. Rahmat sizlarga. Ben Gumunaya İnaq Aile Yezilik Taraqqiyat Çeklik şirketinden bulaman. Biznikimi bazarga salgan 60 xildan ortiq mahsulotlarimiz var. Şu bazarlıq mahsulotlarimizin İnaq Aile markasidagi so'qmoqlarimizdan so'g'at qilsam, qabul qilgaysizlar. Rahmat sizlarga. Sizlarga Urumchi Yeşil Yaprak so'z chekishimiz ishlab chiqargan Yeşil Yaprak markasidagi 3 minutda nasht qilish masalamizni hal qila oladigan Yeşil Yaprak so'g'atliq sulu yurishligidan bir yurishdan so'g'at qilay. Rahmat. Sizlarga har biringlarga 2000 yuanlikdan shu ig'iz bo'shliqi davolash undan boshqa yana shu ig'iz bo'shliqi sog'lomlik buyumlariga almashtirib bo'lgan 2000 yuanlikdan karta bilan mukofotlasam. Sizlarga Şinjan Olqan so'z cheklik shirkatimiz o'z qo'limiz bilan tabiiy jangal shortuz bilan tayyorlagan shortuz yurishliklarimizdan o'g'illarga shortuz selinchisi bu sonimizga tabiiy jangal shortuzi va qashda ishlatilgan shortuz bellikdan bir tadil so'q qilsam. Rahmat. Barlıq karxançılarımızın ki
esil soğuqatlarga yana bir qitim rahmetimizni bildirimiz. Bizning Küldür Küldür programmamiz biz izchil davatimiz şadlıq səhnəsi, xuşallıq səhnəsi deb. Yana bir sübətləşkə ərziydiğini mehr muhabbət səhnəsi davatimiz bizning bu səhnəmizdə xuşallıqlı bağımız, muhabbət məba, barlıq karxancılarga, ustazlarga yana bir qitim rahmetimizni bildirimiz. Undaq bolsa insinalarim. Sizlarni har vaqt Küldür Küldür program. Telefon 13 5 tane 9 75 75. Haqiqiy import qilingan Abdul Moligirin. Küldür küldür elni küldürer. Ehra aldidagi qadrli ko'rmanlar, hammamizga xushallik ato qilayotgan Moligirin Küldür Küldür programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Kelarsan programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. This Lil King. OG. Yeah. Feeling like Moligirin. Yani çıktım seferge, maşinamda yol ile. Yani çıktım seferge, Türkçülük diyen türü. Musab'dan uzun yıl kaşka yıl buldu.